Assalomu alaykum hammaga. Bugun xudo xolasa assignment qilgani bowling o'ynaygan ketyapmiz. Bugun xudo xolasa chiroyli vlog bo'ladi degan umiddaman. Bu birinchi vlogimiz bo'ladi. Yo, bizning mahallamiz bo'ladi. Mana shu tomonda metro stansiya joylashgan. Uyimizdan 5 minut uzoqlikda. Mana metro shunaqa ko'rinishda. Mana bu Malayziyaning metro stansiyalarining xaritasi bo'ladi. Mana keyin bu yoqda yana bitta narsa bor. Malayziyada metrolarda ayollarga отдельный, erkaklarga отдельный joylari bor. Mana bu yoqda mana bunaqa belgi bo'lsa ayollarga, belgisi yo'q bo'lsa erkaklarga. Eng qizig'i metro haydovchisiz. Metroni hech kim haydamaydi. Bugun odam kamroq. Mana metro shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mana metroni ichini ochdi, hozir bilgan nimadir qiladi. Mana narsalar bo'lyapti. Mana shunaqa ko'rinishda. Bu yoqda qurilish. Mana o'rmonlar hamma joyda. Palma daraxtlar. Mana shunaqa ko'rinishda. Taqriban. Mana bu yoqda polniy parkovka ekan hamma joyi. Mana shu yoqda bowling joylashgan. Endi hozir o'rtam kutib turman, parkovkadagi mashinalarni ko'rib chiqamiz. Qanaqa mashina bu endi? Mustang. Oh be. Mana oldindan ko'rinishi. Mana bu yoqda ham bitta mashina bor ekan. BMW X3 model. Mana bu Zeus Cafe mashhur bu yoqda Malayziyada. Yana bitta mashina ko'rdim hozir. Mana BMW. Mana Nia Electra iX2 ekan. Mana shu yerda polniy parkovkaga joylashgan. Hamma narsani ko'ryapsizlar. Uyi tomida joylashgan. Mana uy bo'lsa, ikkita uy bo'lsa, shu ikkita uyga bolalar bemalol mazza qilib tushib ko'mila oladi, hamma narsa qila oladi. Qarchi mana shunaqa ko'rinishda-chi. Biling, mana bratan kulyapti nimagadir. Tepada ekan, adashmasam. Asus HP EHP yo'q, u bu yoqda. Mana. Nah o'ynaydigan joylari bor. Mana. Eng tepa etajda ekan. Mana. Vashshe katta ekan lekin bor. 32 ta joyi bor ekan. Bemalol mazza qilib o'ynasak bo'ladi. Mana bu yoq kassasi, shunaqa qilib joy olish kerak. Yeyishga narsalar ham bor ekan, hamma narsa bor. Bu yoqda
bosyapti. Opa, da. Voy jinni, opa. Qo'ychi mana narxlari. Men xo'ja to'lov qilyapti hozir. Короче, 5 dan keyin 30 minut 23 ringgit ekan bitta liniyaga mana. Mana hammasini hozir olyapmiz. Per line. Shuni olyapmiz mana hozir opa hisoblab narsalarni olib beradi. Yana bir oyoq kiyimlarni olib beradi. Kimga bu? Mengami shu? Jinni sig'maydi-ku. Bro. Sig'maydi-ku. Mana oyoq kiyimlarni kiyib oldik. Sekin endi o'yinni boshlaymiz. Давай, xo'ja, давай. Biz sizga ishonamiz. Hamma shu yoqda bugun. Mana shunaqa ko'rinishda so'raymiz. Hozir men bolalardan so'raymiz. Brother, what do you think playing bowling? Huh? Playing bowling, what do you think? What I think? Yes, Think what? Think what? What do you mean? playing bowling. What should I think? Mean? Oh. What do you think playing bowling? Is it good or no? Yes, What do good. you think? Good. Yeah, good. Very good. Very good. Why you don't play? I don't bet. It's not my turn right now. Korotchi mana tugadi. Cho'tki bo'ldi, qalay bo'ldi? Gapiring. Korotchi sayohatimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Bowling yaxshi bo'ldi. 14 ringgitdan tushdi ikkalamizga. Hammasi zo'r. Bu yoqda o'ynaydigan joylar bor ekan, hamma narsa bor ekan pashti mana. Hammasi zo'r. Mana men bilan ham o'ynash kelyapti, adashmasam. Bunaqa joylar ekan.
palmali